Do'stim, assalomu alaykum. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Abdulla do'stim, charchamayapsiz yashading? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Aksiya e'lon qilsiz do'stim. Bular sumkalar bir ta'riflab bering endi. Sumkalarimiz Bekfar aka, ikkinchi qator 714-do'kon. Nevbagis obunachilar sumkalar ta'riflaydigan bo'lsak, bu yerda har xil fabrishni, niyabishni sumkalarimiz qo'yilgan. Va bu tomonda yoshi kattalar variantlar, model sumkalarimiz bor. Bu tomonda Mi, Palen, Demeler, Hermes, hammasi model sumkalarimiz bor. 8-mart onalar bayrami, ayollar bayramiga kashloglar assortimentidan boshladik. Bular Hermes kashloglar bo'ladi. Hermes brendli kashloglar bo'ladi. Ochib ko'rsating qana, bir obzor qilib bering do'stim. Akbar aka bo'ldi, ishlarni ochib ko'rsatamiz. Sizni shu, mana ishlarni ochadigan bo'lsa, mana xonalari bor. Mana bu yerlarga bemalol dollar, yevrolarda misol bersak bo'ladi. Ikkinchi xil variantimizga keladigan bo'lsa, bu ham Hermes model brendi bilan kelgan, mana o'zining kodlari bilan. Bu undan qaraganda boshqacharoq bu. Bu plastik, pul solishga qulay joylari ko'p. Dollar solaysa, dollarga ham joyi bor bu. Kalla solishgan dollar. Akbar aka, siz nomingizdan kelsa, ustupkalar bor. Bo'ldi. Bemalol kelaversa, siz nomingizni aytib keladigan bo'lsa, yoshi katta variantlarga tashqari sumkalarimiz ham bor. Mana bu tomondan kelsa, katta sumkalarimiz, variantlarimiz ham bor. Kasholak assortiment arzonchi kasholak, mana 25 mingda mana bu tomonda ham kasholaklarimiz bor. Salarian kasholaklarimiz kelgan mana bu tomonlarda, Salarian kasholaklar biladi, hamma buni biladi. Salarianni mana bu brendlik Salarian kasholaklarimiz. Tepalarda bor ryukzaklarimiz, do'kon nomerini ayting do'stim. 714-do'kon. 0-qatorda ikkinchi qator, eski 0, yangi ikkinchi qatorga keladigan Futi 8 mingdan kelayotgan diski do'konni yonida. Bekbar aka arzon bozor.